Bugungi darsni necha marta aksirganimni o'zinglar sanaysizlar. Hop, bir oydan beri kelayotgan o'quvchimga bugun eng qiyin darsimiz bazaviy konstruksiya darsini o'tdik. Bu o'quvchimiz ismi Kamoli, u ishlab chiqarish korxonasida konstruktor yordamchisi bo'lib ishlaydi. Kursimni bitirgandan keyin albatta eng yaxshi, eng zo'r konstruktor bo'ladi. Bunga ishonaman. Ishimizni o'lchovlarni kirgizishdan boshlaymiz. Biz GOST bo'yicha ishlaymiz. GOST bo'yicha berilgan o'lchamlarni kirgizib turib, asos andaza yaratamiz. O'lchamlarimiz ko'p emas, 4 ta o'lchamdan iborat. Oddiy usuldan bu bazaviy konstruksiya qurish nimasi bilan farq qiladi? Bu yerda razmerdan razmerga oshirishni biz o'ylab o'tirmaymiz. Programma bo'yicha qurganimizda gradatsiyasi avtomatik chiqadi. Bu yerda formula bo'yicha ishlaymiz. Formulasini o'zi yozganimizda asos andazani programma o'zi qurib beradi. GemiCAD programmasi o'zini mana shu qulayliklari bilan boshqa programmalardan ajralib turadi. Bu yerda mana hozir quryapmiz. Bu yerda shalvar quryapmiz. Shalvar o'lchamlarini berganmiz, boks aylani, uzunliklarini, o'tirish balandliklarini berganmiz. Qolgan o'lchamlarni formula orqali chiqarganmiz. Oxirida chizib bo'lganimizdan keyin buni risovaniyada birlashtiramiz va uni shakllarini to'g'irlaymiz. Har bitta nuqtasini alohida gradatsiyalarini ko'chirib chiqamiz. Bitta bizda avtomatik gradatsiya berilgan, chunki biz o'lchamlarni berganmiz, shu o'lchamlar bo'yicha chiqib kelgan.